Assalomu alaykum, qadrli YouTube tomoshabinlari, chorva ko'rishquvozlari, hurmatli obunachilar. Bugungi video rolikda Andijon viloyati Bo'ston tumani Zavra mahallasida joylashgan o'zimizni xonadonimizga boramiz. Har doimgidek mana ko'rishingiz mumkin, o'zimizga yana yangi buqachalarni olib keldik. Mana boqma buqalarni oldik endi. Ularni nasib bo'lsa yana videolarni qo'yib YouTube'ga joylab boramiz, qanday boqayotganligimizni. Bundan oldingi patoyda 3 ta buqacha bor edi, boqqanimiz. Ularni ham polni videolarini qilib olganimizdan to bir hafta 10 kun bo'ldi sotganimizga, o'sha sotganimizgacha bo'lgan videolarini qo'yib bordik. O'zgarishlari, rasxodlari, foydalari barchasini qo'yib bordik. Endi nasib bo'lsa bularni ham videolarni qo'yib boramiz. Kanalimizni kuzatib boringlar. Mana shu buqachalarni 29-mart kuni Andijon viloyati Baliqchi mol bozoridan olib keldik. Baliqchidan. Bular narxi qanchaga arziydi? Bir kommentariyaga yozib ketinglar. Hozir narxini ham aytib ketaman oxirida. Narxiga yarashami, yo'qmi? Men ham o'zinglar ham bir bilib olamiz. Bunaqa mollar qancha bo'lyapti o'zinglarda? Hamma o'zini viloyatini yozib ketinglar. O'zinglar viloyatinglarda narxlari qanchadan bo'lyapti? Bo'ylarini taxminan aytib ketaman. Mana shu buqalarimiz 1.23, 1.22 shunaqa atrofida bo'ylari. Taxminan 1.20 dan oshiq hammasiniki. Bu chekadagi sariq buqamiz qirg'iz buqa. Qulog'ida belkalari ham bor. Bu qora buqamiz o'zimizni mahalliy jaydar buqalardan. Bu ham yaxshi, suyaklari baquvvat buqa ekan. Orqalari ham to'rtburchak. Bunisi shved. Bu ham orqalari to'rtburchak yaxshi. Suyaklari baquvvat buqa ekan bu ham. Oq quloq, oq tumshuq deydi-ku. Bundan oldingi boqqan buqalarimizda ham oq quloq, oq tumshuq bo'lib shunaqa edi. Yaxshi o'zgargan edi. Shunga bu safar ham shunaqasiga qiziqib olib keldik shvedni. Bu qirg'iz buqamiz ham ancha etlari yaxshi ekan buni. Uncha yem yemagan bo'lsa kerak, chunki yunlari ham to'kilmagan ekan, hali tulamagan ekan. Endi kam-kam bularga yem berib sekin yemga o'rgatamiz bularni. Bu qora buqamiz ham ozgina xomushroq bo'lib, ishtahasi pastroq bo'lib turibdi. 1-2 kundan beri chiqib bozordan yashir kasalligini, ya'ni hosil kasalligini ilashtirib kelmagan bo'lsin deb turibmiz. Kichkina buqachani ham oldik. Bu kichkina buqachani 13.600.000 so'mga oldik. Bular narxini aytib ketay endi. Bu qirg'iz buqamizni 22.200.000 so'mga oldik. 22.200.000 ga. Narxiga arziydimi narxiga? Kommentariyaga yozib ketinglar. Bo'ylari 1.22, 23 atrofida, 1.20 dan baland. Bu shvetimizni bu qoramiz bilan ikkalasini birgalikda oldik. 43 million so'mga oldik bularni. 43 million so'mga oldik bularni. Shvet buqamiz. Mana. Ozg'inroq, lekin suyaklari buzuq. Buni ham bo'ylari baland. Bu qoramiz ancha yetib bor ekan, bu qora molimiz ham. Oma ishtahasi bo'lmayapti qandaydir. Bunlar ozgina oqqanga o'xshab turibdi. Ishqilib yashirib bo'lmasin deb turibmiz. Bu kichkina buqachamizni yonboshdagi, oxiridagi uni 13.600.000 so'mga oldik. Uni nasib bo'lsa endi bu yerda karantindan yaxshi chiqsa bu buqalar naryadagi zagonda yurgan buqalarimizga qo'shib qo'yamiz. Kichkinani. Bular bo'lsa kattalari boqqalar bu yerda ozgina yem yalatib turamiz bularga. Keyin bularni yemlab nasib bo'lsa
kuzda almashtiramiz keyin bularni. Videolarni qo'yib boramiz. Oylik nimalar yeyapti, rasxodlari qanaqa bo'lyapti, o'zgarishlari, pecheniyelari qanaqa bo'ladi, hammasini qo'yib boramiz. Videolarimizni kuzatib borsanglar, nasib bo'lsa manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Videoda qanaqadir xato va kamchiliklari bo'lsa, uzr so'raymiz. Doim videolarimizni kuzatib boringlar. Obuna bo'lib qo'yinglar, foydasi tegishi mumkin. Rahmat hammaga.